Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzu qisqa ko'paytiruvchilarga ajratish. Xo'p, IDC birinchi qismidan misollarni ko'rib boramiz. Birinchi misolda aytyapti. 6 plus 3a deyapti. Demak, ikkalasidan 3 chiqarib olamiz. 6 ni 3 ga bo'lamiz. 2, 3 chiqqandan keyin a qoladi ichkarida. Bo'ldi. Mavzuning misol javobi 3 ko'paygan qolishida 2 plus a. Endi 9-misolda aytyapti. A kvadrat b minusdan b kvadrat a deyapti. Demak, ikkalasida ham a bor. Eng kichkina daraja a dir. Ikkinchisida b bor, b kvadrat bor. B eng kichkinasi. Demak, a kvadratdan a qoladi, b kvadratdan b qoladi. Misol javobi a ko'paygan b qolishida a minus b. 13-savolda aytyapti. 12 ta a ning kubi b ning kvadrati minus 18 ta a b plusdan 24 a b ning kvadrati deyapti. Endi hammasidan 6 ni chiqarib ketsam bo'ladi sonlardan, keyin harflardan a ni chiqarib ketsam bo'ladi, keyin b ni chiqarib ketsam bo'ladi. 6 ni chiqarsam 2 qoladi, a kvadrat b minusdan 6 ni chiqarsam 3 qoladi, a b chiqib ketdi. Plusdan 24 dan 6 ni chiqarganim uchun 4 qoladi, b kvadratdan b qoladi. Misol javobi quyidagicha: a b qosida 2a kvadrat b minus 3 plus 4b. Qirq beshinchi misolgacha xuddi shunday ishlanadi. 46-misoldan 70-misolgacha quyidagicha. 46-savolda aytyapti: ax plus bx plusdan ay plusdan b y deyapti. Ax dx ikkalasida x bor. A plus b plus ay b y ikkalasida y bor. A plus b. Ikkalasi ikkita yig'indida ham a plus bor. A plus b bor. Shuning uchun a plus b ni qosdan tashqariga chiqaraman. Ichkarida x plus y qoladi. Misol javobi a plus b x plus y. 70-savolgacha xuddi shunday ishlanadi. 76-misoldan ishlaymiz. 76. 12 ko'paygan 35 plusdan 12 ko'paygan 47 plusdan 28 ko'paygan 35 plusdan 28 ko'paygan 47. Buni qanday ishlaymiz? Birinchi bilan ikkinchi ko'paytmada 12 bor. 12 ni qosdan tashqariga chiqaramiz. 35 plusdan 47 qoladi. Plusdan ikkinchisidan 28 chiqaramiz. 35 plusdan 47 qoladi yana. Demak, ikkala ko'paytmadan ham 35 plusdan 47 dan chiqaramiz. Keyin 12 plusdan 28 qoladi. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, qo'shsak 70, 12, 82 ko'paygan 40. 80 ni 4 ga ko'paytirsak 320 bo'ladi, 3280. 3280. Misol javobi 3280. Ko'paytiruvchilarga ajrating 81 dan 100 gacha. 81-misol. X kvadrat plusdan 3x plusdan 2 deyapti. Xo'p, qanday ko'paytiruvchilarga ajratamiz buni? Diskriminantdan foydalanamiz. Diskriminant teng ilzda kvadrat 9 minusdan 8 diskriminant 1 ga teng ekan. x1 2 ni topamiz. Topganimiz minus 3 plus minus 1 taqsim 2. Qo'shganimiz minus 1 beradi, ayirganimiz minus 2 ni. Xo'p, x1 x2 ni topdik. Endi ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, x plus 1 x plus 2. Demak, misol javobi x plus 1 ko'paygan x plus 2 bo'ladi.